Assalomu alaykum adasi. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Ha. Nima bo'ldi, ish topdingizmi? Bormagan joyim qolmadi. Hamma yerda ish o'rni to'la deyapti. Hozir endi ikkita uchta joyni berishdi. Ertaga bismillah deb borib ko'raman-da. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Muhammad Amin maktabga bormadimi? Yo'q, bugun o'zim olib qoldim. Bekor qilsam da o'qigani yaxshi edi-ku. Muhammad Amin. O'tir bolam. Suzingmisan? Ha, maktabga borging kelmadimi? Yo'q, oyim yo'lkiraga pul yo'q dedilar-da. O'shanga borolmadim. Darsim o'shaning uchun uyda mana qilib o'tiribman lekin acha. Ha, молодец. Baraka top bola. Ertaga borasan-a? Choying bormi? Ha, hozir olib kelaman. Olib chiq. Keldingmi? Choy yo'qmi? Ha. Do'su odamni ichini tozalaydi. Bismillah. Adasi, egasi telefon qilmadimi? Yo'q. Muhammad, bolam, kitobingni xonangda o'qib tur. Ha, tishlaymi? Uy egasini ayollari telefon qiluvdi. Ijara pulini bersanglar beringlar. 3 oydan beri bermayapsizlar. Bo'lmasa o'rninglarga boshqa odam qo'yaman. 2 kun muhlat deb aytdilar. Ertaga yana bir ish izlab kelaman. Alo. Shavkatboy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, rahmat Suzimiz aka, o'zingiz sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Ha, telefonlarni ham olmaysiz, telefonlaringiz ham o'chiq. O'ynab tur bolam. Ha, zaryad tugab qoluvdi. 10 kundan beri telefon qilaman, nima? 10 kundan beri zaryadkasi tugaganmi? Ha, shunaqa bo'lib qoldi-da, hojaga. Ha, ijara haqqi esizdami? Hoji aka, shuni harakatidaman men ham shuni. Xudo xolasa, hozir ish bir ikkita joyda ish o'xshab turibdi, shu o'xshab olsa yopib beraman. Shuncha imkoniyat bergan, yana ozgina imkon berib turing. Ha, o'zi 3 oydan bir pul bermayapsiz. Pulini bersangiz bering, bo'lmasam bo'shatib qo'ying uyni. Xo'p aka. Tez harakatingizni qiling-da. Ha, aytgancha. Men o'sha tarafga yo'lim tushar ekan. Kirib o'taman. Bir mehmon qilarsiz-a? Xo'p, hojaga. Bo'ldi. Hali ko'rishamiz, xudo xolasa. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Shogir aka. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Ko'rinmayapsiz, tab bo'lmay qoldingiz siz. Ozgina ishlashib qoldi-da. Ibrohim, sizga yana ozgina iltimos bilan kelyapman. Qanaqa iltimos? Uyga mehmon keladigan bo'lib qolibdi. O'zi qarzim bor, bilaman. Shu yana bir ozgina shu yordam qilib turganingizda shu mehmonni kutib olishga. Aka, o'zi 3 million qarzingiz bor ekan. Boshqa qarz bera olmayman. Unda buxonkangiz bormi? Bor, 2800 so'm. Bitta oling. Nima? Ana endi olaverasiz. Salfam bering.
aka, qarz endi qachonpas? hozir Bizlar ham ishlarimiz ko'payib ketdi. hozir bir yerdan pul oladigan xudo xohlasa ish oldindan oyligiga olib turamanda, yopib beraman. Rahmat sizga. Faqat sizdan chiqib qolmasin-da. Xo'p, xo'p. Xo'p, aka. Assalomu alaykum adasi. Alaykum assalom. Xush keldingizmi? Bugun ham ish topolmadingizmi? Ha, bormagan joyim bor. Aksiga olib, uyda egasi ham telefon qildi. Nima dedi? 3 oydan beri bermayapsan. Bersang ber, bo'lmasa bo'shatib qo'y, boshqa odam qo'yaman. Yana nima dedi bilasan? Nima deyishdi? Bugun sizlar tomonda ishim bor. Kiraman, bir mehmon qilarsiz dedi. Voy adasi, mehmon kutishga uyda hech narsamiz ham yo'q edi. Pastki do'kondan yana qarz so'rab turamizmi? Ha, do'konga kirdim. Shunaqa uyga mehmon kelayotdi. Imkon bo'lsa yana qarzga berib turing desam, undan ko'ra qarzingizni yopmaysizmi aka dedi. Shu tagimda 3000 pul qolgan ekan. Shu buxonkani olib berganman. Unda nima qilamiz? Endi borini ko'rsatamiz, boshqa nima qilamiz? Adasi, uy egasi keldi. Ha, o'tir. Qani ilohim, tinchlik xotirjamlikni bergan shu xonadonlar yaxshi to'ylar bo'lsin. Alloh. Hozir ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'qishlaring bo'lyaptimi? Yaxshi, siz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Nima? Ha, Shavkatboy, choydan quymaysizmi? Bu qaynagan suvmi? Choy emas-ku. Ha. Choy aksiga olib tugab qopti-da. Qaynagan suv ichyapsizlarmi? Ha, mayli. Yoshligimizda suv ichib katta bo'lganmiz. Ovora bo'lmang, mayli. Suv ko'ramiz. Nonga qarang. Ovqat qilmoqmidingiz? Ha, mayli. Buxanka non anchadan beri yemayotgandim. Bahonada buxanka non yeb olaman. Shu desiz, Shavkatboy, mana shu uyni yaxshi xaridor chiquvdi, sotib oldim. Keling endi ko'chada hozir boradigan joyimiz yo'q. O'zingiz bundan xabardorsiz. Shuncha imkoniyat berdim. Endi bo'ladi endi. Yetadi, shuncha vaqt berildi. Bu uyni endi sotib bir boshqa narsaga bir tikib olmoqchiman. Uyni qachon bo'shatishimiz kerak? Uyni egasi qachon keladi? Shavkatboy, siz bo'shatishingizga shart emas. Bu uy egasi siz bo'lasiz. Hazillashmang aka. Axir bu yil siz foydalanishga olgansiz. Alloh ajrini bersin. Inshaalloh oxiratda juda katta foydasini ko'ramiz. Inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin sizdan.